Muqaddima audio kitob 10-fasl. Nasablarning aralashuvi qanday yuz beradi? Bilginki, ba'zida bir nasab egasi hamkorlik yoki jinoyat jazosidan qochish ilinjida boshqa bir nasab ahliga borib qo'shiladi va ulardan deb sanala boshlaydi. Endilikda u o'sha qavm himoyasiga o'tgani uchun diyasi ham ularga beriladi. Gap lafzlarda emas, ma'nolarda. Kishi qaysi qabila himoyasida bo'lsa, o'sha qabilaga nisbat berilaveradi. Garchi nasabining ularga bog'liqligi bo'lmasa-da. Bajila qabilasi bilan yuz bergan voqea bunga misol bo'la oladi. Ular Umar roziyallohu anhu ularga Arfaja ibn Harsamani vali qilganda, ular u kishini asli kelgindi ekanligini aytishadi. Shunda xalifa undan bu haqida so'raganda, "Ha, asli Azd qabilasidanman. Jarimadan qochib bu qavmga kelib qo'shilganman" deb aytadi. Bunday holatlarda o'sha davrda ham undan oldin ham ko'p marotaba sodir bo'lgan. 11-fasl. Boshqaruv doimo o'zining maxsus urug'iga tegishli bo'lib qoladi. Bilishimiz zarur bo'lgan narsa shuki, har bir qabila yoki toifa umumiy nasabi bir bo'lgan birlashgan jamoa bo'lsa ham, ularda umumiy urug'chilikdan-da yaxshiroq bo'lgan boshqa urug'lar, nasablar mavjud bo'ladi. Masalan, qarindoshlar, bir xonadon ahli, bir otadan bo'lgan aka-ukalar, ko'rganingizdek, tartib umumdan xosga qarab yurdi. Ular umumiy nasabdan ajralib turgan va yaqinroq bo'lgan maxsus nasabdagi boshqa urug'lardan kuchliroqdir. Shuning uchun hokimiyat odatda ularning ichidagi muayyan urug'da bo'ladi va barchaga tarqatilmaydi. Hokimiyat ustunlikka bog'liq bo'lgani sababli o'sha maxsus urug' boshqa urug'lardan ko'ra kuchliroq bo'lishi kerak. Shunda ular hokimiyatni o'z zimmasiga oladi va u doimo ularni maxsus urug'iga bo'lib qoladi. Agar hokimiyat ularning qo'lidan boshqa quyiroq urug'larga o'tsa, ularga uning qudrati og'irlik qiladi. Shu sababli hokimiyat qabila urug'lari orasida aylanib yuradi. Biron vaqt kelib, u boshqa urug'lar aro almashishdan to'xtab, boshqaruvning asl manbai o'zida mujassab qilingan eng kuchli urug'ga kelib to'xtaydi. 12-fasl. Qabila ustidan hukmronlik boshqa nasabning aralashuvi bilan bo'lmaydi. Boshqaruv qabila urug'lari orasida ustunlik orqaligina amalga oshishi haqida gapirib o'tdik. Sababi, qolgan urug'lar uning qudratini, liderligini his qilganidagina uning hukmronligini tan oladi va unga bo'ysunadi. Endi o'sha urug'ga chetdan kirib qolgan kelgindi esa, garchi ularning bir a'zosi bo'lsa-da, bu o'rinda unga ishonch bildirilmaydi va boshqaruvdan unga nasiba berilmaydi. Bilginki, uning urug'ga mansubligi hamkorlik va ittifoqchilik ma'nosida bo'ladi. Agarda uning kelgindi ekanligi unutilib, urug'ning bir qismiga aylangan odamlar ham uni o'sha urug'ga nisbat bera boshlaydi deb faraz qilsak ham, ustuvor qoida o'z so'zini aytadi. Boshqaruvdagi ishtirok faqat o'zining haqdorlariga meros bo'lib o'tgan bo'lishi kerak. Gohida ba'zi bir boshliqlar boshqa bir urug' va vakillariga ulardagi shijoat, oliyjanoblik kabi fazilatli xususiyatlar e'tiboridan moyillik bildirib, ular tomon talpinishadi. O'zlarini o'sha urug'ning vakili deb da'vo qilishgacha borishadi. Holbuki ular o'zlarini qanday uyatli holatga solib qo'yganini bilmay qolishadi. Bu bilan birga ular o'zlarining hokimiyati va sharafiga katta futur yetkazishadi. Bunga zanatalar o'zlarini arablarga nisbat berganligi, Banu Abdul Qoviy qabilasi o'zlarini Abbos ibn Abdul Mutollibga nisbat berishi, holbuki Abbosiylarning birortasi Marokash hududlariga kirganligi haqida ma'lumot mavjud emas.
Banu Sad qabilasi o'zlarini Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga nisbatan berishlarini misol qilib keltirsak bo'ladi. Biroq ularning bu da'volari hokimiyat mavzusida hech narsani anglatmaydi. 13-fasl. Bayt va sharaf haqiqiy ma'noda urug' ahliga bog'liqdir. Boshqalarga nisbatan majoz hisoblanadi. Hasab va fazilat aslida tug'ilish va urug'chilik bilan bog'liq. Hasab bu johiliyat arablarining mashhur odatlaridan biri. Katta marosimlarda o'z ota-bobolari, qarindosh urug'larining obro'si bilan faxrlanish edi. Ya'ni fasad va fazilat aslida tug'ilishi va urug'chilik bilan bog'liq bo'lishini bu yerda aytib o'tmoqda. Bayt so'zining ma'nosi inson ajdodlarining sharafi va mashhur ekanligi, ularga nisbatan odamlarda hurmat va e'tibor hissi mavjud ekanligiga borib taqaladi. Bu o'zining emas, aynan ajdodlarning shon-shuhrati va xislatlari bilan bog'liqdir. Sababi insonlar dunyoda kelgan vaqtda ma'dan kabi xislatlari yashiringan holda keladi. Bunday holatda unga nisbatan bo'ladigan hurmat uning ajdodlariga bo'lgan hurmat jinsidan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday degan: insonlar turli xislatlarga egadirlar. Johiliyatda yaxshilar islomda ham yaxshilardan ham bo'ladi, agar ular dinni chuqur tushuna olsalar. Demak, hasab ya'ni sharaf nasabga bog'liqdir. Nasabning ahamiyati va samarasi esa yuqorida tushuntirdik. Nasab ham o'z navbatida asabiyaga tegishlidir. Muayyan urug' o'z raqobatchilarining orasidan qanchalik obro'ga egaligi, urug' ziyoratchilarining qanchalik pok naslga egaligiga qarab asabiyatning samarasi ham ortib boraveradi. Bir emas, bir qancha ota-bobolarning sharafliligi urug'ning qudratini yanada oshiradi. Shaharlarda yashash uchun ajralib chiqqanlarda bayt tushunchasidan garchi haqiqiy ma'nosini da'vo qilishsa ham majoziy bo'lib qoladi. Chunki ular da'vo qilayotgan xonadon tushunchasi oila a'zolaridan birining ezgulik ahli ekanligi va haqiqiy xonadon sohiblari bilan aloqa qilishini anglatadi. Bu esa bayt tushunchasining asosi bo'lmish asabiyat ma'nosiga zid. Avvaliga xonadon ahliga mansub bo'lib, keyinchalik shaharlashgan kishilarning aksariyati o'zlarini hali hanuz o'sha sharaf egalari deb hisoblashadi. Aslida esa ular sharaf o'rtasida hech qanday bog'liqlik qolmagan. Buning misolini biz Banu Isroil ahliga ko'rishimiz mumkin. Ularga ikki xususiyat bor edi. Biri ajdodlaridan payg'ambarlar o'tganligi bo'lsa, ikkinchisi Alloh ularga va'da qilgan boshqaruvni berganligi edi. Biroq qing'irliklari sabab Alloh taolo ularni o'z yerlaridan surgun qildi. Shunda ular o'z yurtlaridan bosh olib ketib, yillar davomida kufrga e'tiqod qilib keldilar. Shunga qaramay ba'zilari hali hanuz o'zlarining ilgaridagi ajdodlarida bo'lmish sharafga nisbat berishadi. Bu Horuniy, yana u Yusha naslidan, bunisi Yahud avlodlaridan deyishadi. Holbuki ular 1000 yillar ilgari u avloddan ajrab chiqishgan edi. Shaharlashib nasablaridan uzilgan kishilarning ko'pchiligi Banu Isroil singari mana shu da'voni qilishadi. 14-fasl. Mavlolar ozod qilingan quldagi sharaf ularning hojalari sababidandir, nasabidan emas. Yuqorida ta'kidlanganidek, sharaf nasabga borib taqaladi. Agar biror qavm boshqa qavmni o'zlariga qo'shib olsa yoki o'z qullarini ozod qilsalar va buning natijasida ular bir urug' vakili sifatida istiqomat qila boshlasalar ham, bu ularga haqiqiy nasab sharafidek naf keltirmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qavmning mavlolari ulardandir degan hadislari majoziy bo'lib, nasab orqali bog'langan kishilar martabasiga chiqolmaydi. Har bir davlat ittifoqchilari mavlolari shular jumlasidandir.
Ular o'z nasablaridan voz kechib, bu nasabga qo'shilganlari uchungina sharaf sohiblariga aylanadilar. Ammo asli sharaf egasidek emas, Abbosiylar davlatidagi turk mavlolari ulardan oldingi barmakiylar shularga misol bo'ladi. 15-fasl. Hasabning chegarasi to'rtta otadir. Buni voqelikda ko'rishimiz mumkin. Chunki ulug'likka muvaffaq bo'lgan kishi amaliyot vaqtidagi zahmatlarini o'zi chekadi. Shuning uchun uni saqlab qolishga borini tikadi. Uning farzandi esa bu qiyinchiliklarni o'zida his qilmagani, ammo otasi bilan bevosita aloqada bo'lgani uchun o'z vazifasi, sharafini muhofaza qilishni nuqson bilan bo'lsa-da ado etadi. Muammo uning farzandida boshlanadi. Chunki uning vazifasi ko'r-ko'rona taqlid bilan kechadi. Xuddi muqallid mujtahidga ergashgani kabi mohiyatni his qilmagani sabab aqloniy sur'atda harakat qila olmaydi. Oxir oqibat 4-avlod bu mavzuda yetarli ozuqalanmaganligi sabab oldingi 3 avlod yig'ib kelgan sharafni saqlab qola olmaydi. Bu qolip nisbiy bo'lib, vaziyatga qarab o'zgarishi ham mumkin. Uning kelib chiqishi esa Rasulullohning u kishining o'zi karimdir, oliyjanob. Otasining otasi ham karimdir. U Yusuf ibn Yoqub ibn Ishoq ibn Ibrohimdir deb marhamat qilgan hadislarida hisoblanadi. 16-fasl. Yovvoyi xalqlar boshqalarga nisbatan ustunlikka qodirroq. Badaviylik hayotidagi qiyinchiliklar kishilarning shijoati va qudratini ziyoda qiladi. Ular boshqalarga nisbatan g'oliblikka, boshqaning qo'lidagini tortib olishga epchilroq bo'ladi. Kishilar qanchalik ko'p qulaylikka ega bo'lsalar, imkoniyatlarga odatlansalar, yovvoyiliklari, vahshiyliklari qisqarishi bilan birga o'sha miqdorda shijoatlardan ham ayrila boshlaydilar. Xonaki hayvonlar bilan qarovsiz yashaydigan hayvonlarning orasida qancha farq bo'lsa, insonlar holati ham ana shunday. Buning sababi yuqorida kelganidek, tabiatlarning holati muhitga tobedir. Asli yirtqich bo'lib, xonakilashtirilgan yovvoyi hayvonlarga ham qarang. Ularning taomi va boshpanasi mavjud bo'lganligi ularda ochlik qobiliyatini susaytiradi. Bu ularning harakatlari, hatto terisining rangiga ham namoyon bo'ladi. Shuning uchun quvvati va imkoniyatlari teng bo'lgan xonaki va yovvoyi hayvonlar o'rtasidagi jangda albatta yovvoyisi ustunlik qiladi. Bu Muzor va Robiya qabilalar orasidagi farqqa o'xshaydi. Robiya qabilasi Iroq yurtlariga borib o'rnashadi va u yerdagi imkoniyatlardan keng foydalanishadi. Muzor esa badaviyligini saqlab qoladi. Bu ularning qudrati va g'oliblikka bo'lgan hirsini yanada ziyoda qiladi. Ikki tomon to'qnashgan paytda Robiya o'zidagi imkoniyatlarga qaramasdan yer tishlatiladi. Mana shu Alloh taoloning mavjudotlarga joriy qilgan qonuni hisoblanadi. 17-fasl. Asabiyatning olib boradigan oxirgi manzili bu mulkdir. Qadimdan insoniyat jamiyatni bir-biriga zulm qilishdan tiyib turuvchi boshqaruvchiga ehtiyoj sezib kelgan. Boshqaruvchi esa o'z navbatida butun qabilani o'z hukmi ostida birlashtiradigan darajada quvvatga ega bo'lishi kerak. Shu yerda boshqaruv bilan mulk tushunchalarining orasi ajraydi. Boshqaruv bu qabila a'zolarini ergashtirish xolos. Mulk esa qabila ustidan o'z nazoratini majburiy o'tkazishdir. Inson nafsining taqozolaridan biri shuki, agar u bir rutbaga ega chiqsa, undan yuqorisiga ko'z olaytiradi. Qabiladagi urug'lar orasida liderlikka erishgan guruh boshqa qabilani o'z hukmi ostiga olish payiga tushadi. Agar uddalasa, ular katta bir qabilaga aylanadi. Shu tarzda keyingi marralarni zabt etishga davom etadi. Davlatlar shu tariqa vujudga keladi. Bu bosqich
davlatchilikda jamiyatni qo'lda saqlab qolish uchun tabiiyki boshqaruv usuli emas, mulk qilish yo'li ishga solinadi. 18-fasl. Farovonlikning hosil bo'lishi mulkka erishishga to'siq hisoblanadi. Urug'lar orasidan urug'chiligi kuchliligi sabab ustunlikni qo'lga kiritgan kishilarning qudrati aytarlik darajada bo'lsa, qo'l ostidagi xalq sharoit yaratilishi, qulayliklar yo'lga qo'yilishini umid qilgan holda ularga bo'ysunadi. Ularning niyatida boshqaruvga ega chiqish, hokimiyatni qulatish maqsadi bo'lmaydi. Aksincha, boshliqlar yaratib beradigan qulayliklar soyasida xotirjam hayot kechiraveradi. Shu bilan badaviylik asoratlari yo'qolib, jasorat zaiflashib boraveradi. Keyingi avlod mana shu sharoitlar ko'lamida dunyoga keladi va asabiyat zaruratini his qilishmaydi. Asabiyatning zaiflashishi jamiyatning o'zaro birdamligiga dars yetkazadi. Bu yerda asabiyat sivilizatsiya ma'nosida kelganligini eslatib o'tamiz. Bundan oldingi bo'limlarda berib o'tilgan edi. Chunki bir-birini himoya qilishga sabab qolmaydi. Qachonki jamiyat hayotidan jasorat, birdamlik sifatlari ko'tarilarkan, boshqa xalqlar ularning ustidan hukmronlik o'rnatishiga zamin yaralgan bo'ladi. 19-fasl. Qabilaning kamsitilishi va boshqalarga qaramlik podshohlik to'siqlaridan biridir. Buning sababi shuki, bu ikkisi kamsitish va bo'ysunish asabiyaning shiddati va jadalligini sindiruvchi vositalar bo'lib, ularning boshqalarga bo'ysunib, kamsitilishi asabiyat tushunchasining yo'q ekanidan darak beradi. Xorlik, kamsitilishni qabul qilgan qabila o'zini himoya qilishda ham yengiladi. Natijada u qarshilik ko'rsatish va o'z huquqlarini talab qilishga ham ojiz bo'ladi. Muso alayhissalom o'z qavmi Banu Isroilni Shom mulkiga borishga da'vat qilganlarini eslab ibrat ol. U zot bu mulkni Alloh ular uchun farz qilib bergani xabarini berganlarida qanday qilib bu ishda ojizlik qilganlariga nazar sol. Ular bu yerdagi o'sha qavmni Alloh bizning asabiyamiz bilan emas, balki o'z qudrati bilan bu yerdan chiqarib yuboradi va mana shu, ey Muso, sening mo'jizalaringdan biri bo'ladi deb aytgandilar. Boshpanasiz yurganlarida ularga joy berilishi aytilganda Allohning buyrug'iga itoat qilmay osiy bo'ldilar. Buning sababi ular o'zlaridagi qarshilik ko'rsatish va o'z haq-huquqlarini talab qilishda ojiz ekanliklariga o'rganib qolganliklaridan o'zga narsa emas. Buning sababi shundaki, ularda bo'ysunish xulqi paydo bo'ldi va ular misrlik qibtiylardan uzoq vaqt davomida zulm ko'rdilar. Shu sababli ulardagi asabiyat tushunchasi butunlay yo'qolib ketdi. Holbuki ular Muso alayhissalomning Shom diyori ular uchun berilgani, yerining Arixadagi amoliklarning ular uchun Alloh tomonidan belgilangan o'ljasi ekanligi haqida xabar bergan gaplariga ishonmay, haqqa iymon keltirmadilar. Ular buni rad etib, bu ishni amalga oshirishda o'zlarini ojiz sanab, o'zlariga qilinadigan zulmga rozi bo'ldilar. Bu ularga paydo bo'lgan xorlik xulqi sababli edi. O'z nabiylarining ularga aytganlarining hammasini inkor qildilar. Buning jazosi o'laroq Alloh taolo ularning taqdiriga darbadarlikni bitib qo'ydi. Natijada ular 40 yil davomida Shom va Misr oralig'idagi cho'l va biyobonlarda darbadar yurib, vatansiz qoldilar. U hududlarda tamaddun uchun na bir shahar qurdilar,
va na bir boshqa odamlarga aralashib, ular bilan aloqada bo'ldilar. Bu voqealar Qur'onda bayon qilingan. Shomda Amoliklar, Misrda esa Qibtiylardan zulm ko'rdilar. Bularning barchasi Banu Isroilning o'zlarini da'vo qilganlaridek dushmanga qarshi kurashishdan ojiz, qo'rqoq bir qavm bo'lganliklari uchun sodir bo'lgan edi. Bu darbadarlikning hikmati reja asosidagi maqsadli ish edi. Bu ish xorlik, qahr va zulm changalidan chiqqan, o'z asabiyalarini parokandalikka ro'baro qilgan bu avlodni yer yuzidan yo'q qilib yuborish edi. Natijada bu sarson sargardorlik davrida ularning boshqa kuchli bir yangi avlodi vujudga keldi. Shunday qilib yangi bir asabiyat shakllandi va bu avlod talablarga ega bo'lib, g'alaba qozonishga qodir bo'ldi. Bundan xulosa shuki, 40 yil davomida kamida bir avlod yo'q bo'lib, boshqa bir avlod shakllanadi. Chulu dashtda yuzaga kelgan bu yangi avlod zulm nima ekanligini bilmas, xorlik va kamsitilishiga ham duch kelmagan edi. Bu avlod bilan Banu Isroil qabilasi bir qancha davlatlarni zabt etib, g'alabalar qozondilar va bu orqali yangi bir qabilaviy asabiya paydo bo'lgandi. Bu voqeadan shunday xulosa chiqarish mumkinki, bir avlodning yo'q bo'lib, yangi bir avlodning tug'ilishi uchun zarur bo'lgan vaqt eng kamida 40 yilni tashkil etadi. Subhanalloh. Ilm va hikmat egasi bo'lgan Alloh har qanday ayb va nuqsonlardan pokdir. Mana shu tarixiy hodisa orqali asabiyaning naqadar muhim ekani ko'z o'ngimizda yaqqol namoyon bo'ladi. Bir qavm o'zini mudofaa qilib, dushmanga qarshi kurasha olishi, o'z haq-huquqlarini talab qila olishi kabi ishlarning hammasi asabiyaga bog'liqdir. Mazkur voqea yana shuni anglatadiki, kim asabiyani yo'qotsa, yuqorida aytilganlarning baridan mahrum bo'ladi. Ushbu 19-bo'limga qo'shimcha ravishda qabilaning xorlikka yuz tutishiga sabab bo'ladigan narsalar, soliq va qarzdorlik haqida ham biroz so'z yuritamiz. Chunki qarzdor bo'lgan qabila ularni to'lashga majbur bo'lganida, ular o'zlaridagi qilinajak zulm va kamsitishga rozi bo'lishdan boshqa choralari qolmaydi. Soliq va qarzdorlikka zo'rlik va xorlash mavjud bo'lib, bu matonatni insonlar qabul qila olmaydigan ishdir. Faqat o'lim va halokatdan saqlanish uchungina bunga yo'l qo'yib berishlari mumkin. U vaqtda ularning asabiyalari dushmanga qarshilik ko'rsatishdan ojiz bo'ladi. Agar biror qabilaning asabiyasi zulmni daf qilishga qodir bo'lmasa, u qanday qilib qarshilik ko'rsatishi yoki o'z haq-huquqlarini talab qilishi mumkin? Holbuki u allaqachon zulm va kamsitishga bo'ysunib bo'lgan. Bu holat qarshilik ko'rsatish yo'li o'rtasidagi to'siq bo'lib qolgan bo'lsa. Bu borada payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir hadis bor. Unga ko'ra, Nabiy alayhissalom ba'zi insonlarning uyida omochni ko'rib shunday deydilar: bu narsa kimning uyiga kirsa, u xonadonga unga xorlik ham kiradi. Hadisning ma'nosi shuki, odatda davlatlar xazinasiga kelib tushadigan mablag'ning katta qismi dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi qishloq aholisidan olingan xaroj solig'idan iborat bo'lar edi. Shu sababli xalq orasida agar Alloh bir qavmdan g'azablansa, ularni qishloqlarga yoki ekinzorlarga yashaydigan qilib qo'yadi degan gap juda mashhur edi. Bu eski bir misol bo'lib, uning sababi shundaki, bizning yurtimizda hukmronlik qilib turgan Usmonli imperiyasi o'zining asosiy soliq daromadlarini qishloq xo'jaligidan kelib tushgan soliqlardan olgan.
Payg'ambarimiz alayhissalomning bu so'zlari qarzdorlik xorlikka ishora qiladi. Bunga qo'shimcha ravishda qarzdorlik bilan bog'liq bo'lgan xiyonat va tuzoq rejasini tuzish kabi illatlar ham mavjud. Chunki zulm va xorlashning ta'siri orqali odamda bu kabi illat shakllanadi. Agar bir qabila xorlik sirtmog'i bo'lmish qarz ichida bo'lsa, ularning boshqa bir hududni qo'lga kiritishiga umid ham qilib o'tirma. Shundan ayon bo'ladiki, ba'zi kishilarning mag'ribdagi zanatalarning davlat qurishdan oldin chorvachilik qilib o'sha yer hukmdorlariga og'ir soliqlar to'laganliklari haqida aytgan gaplari bu juda katta va qo'pol xatodir. Chunki agarda ular chindan ham zulm va xorlikka sabr qilib og'ir soliqlar to'lashganida edi, hech qachon davlat qurishga erisha olmagan bo'lar edilar. Bob shahri podshohi Shahribarozning Abdurahmon ibn Robiyaga mag'lub bo'lganida undan omonlik so'rab aytgan gaplariga diqqat bilan nazar sol. Bugundan e'tiboran men sizlardanman. Qo'lim qo'lingizda, yuzim yuzingizda. Xush kelibsizlar. Alloh sizu bizga baraka ato etsin. Siz g'alaba qozondingiz. Endi istaganingizni qilishingiz mumkin. Ammo soliq to'lashga majbur qilib bizni xorlamang. Aks holda bizni dushmanlarga qarshi zaiflashtirgan bo'lasiz. Endi biz aytgan gaplarni e'tibor bilan o'ylab ko'r. Alloh taolo o'zi har narsada kifoya qiluvchidir. 20-fasl. Podshohlik, ya'ni davlatchilikning belgilaridan biri maqtovga loyiq fazilatlar borasida raqobatlashmoqdir. Buning aksi esa haqiqiy podshohlikka noloyiqdir. Podshohlik insoniyat uchun tabiiy hol bo'lib, u insonning jamoaviylashuviga bo'lgan tabiiy ehtiyojdan kelib chiqadi. Inson fitratan yaxshi xulq-atvorga yaqinroq bo'lib, yomonlik esa hayvoniy hirslarga yuzaga keladi. Insonning mohiyati uni ezgulikka undaydi. Podshohlik va siyosat esa faqat insonga xos bo'lib, hayvonlarga uchramaydi. Shu bois inson tabiatdagi yaxshi fazilatlar podshohlik va siyosat bilan uyg'undir. Negaki yaxshi fazilatlar siyosatning asosiy omillaridir. Biz ilgari shon-shuhrat, qabila yoki sulolalar orasidagi ijtimoiy birlashuvdan boshlanishini va bu jarayon yaxshi sifatlar bilan mukammallashishini ta'kidlagan edik. Podshohlik sulola birlashuvining oliy maqsadi bo'lib, bu birdamlikning barcha tarmoqlari va mukammal fazilatlarini o'z ichiga oladi. Chunki yaxshi sifatlar yo'qligida jamiyat xuddi a'zolari kesilgan odamga yoki yalang'och kishiga o'xshaydi. Agar sulolaviy birdamlikka ega bo'lganlar yaxshi xulqlardan mahrum bo'lsa, ularning holati podshohlikka intilayotgan shaxslar uchun katta kamchilik hisoblanadi. Podshohlik shon-shuhratning eng yuqori cho'qqisi va har qanday naslning oliy maqomidir. Bundan tashqari siyosat va podshohlik xalqni boshqarish va Allohning amrlarini ato etish uchun berilgan vakolatdir. Alloh amrlardan insonlar uchun manfaat va yaxshilikni ko'zlagan. Shariat mana shunga insonlarni buyuradi. Inson hukmlari esa johillik va shaytonning ta'siriga tushishi mumkin. Alloh yaxshilik va yomonlikni yaratguvchi va ularni o'z joylariga taqsimlaguvchi zotdir. Agar bir kishi sulolaviy birdamlik kuchiga ega bo'lib, yaxshi fazilatlari bilan Allohning buyruqlarini ado etishga qodir bo'lsa, u hukmdorlik qilish va xalqni boshqarishga tayyor hisoblanadi va podshoh bo'lish uchun munosib shaxs hisoblanadi. Shunday qilib, yaxshi fazilatlar sulolaviy birdamlikka ega bo'lganlar uchun podshohlik belgisi sanaladi. Sulolaviy birdamlikka ega bo'lganlar
orasida ko'pincha yaxshilikka moyillik, saxiylik, ayblarni kechirish, zaiflarga yordam berish, mehmonlarga izzat ko'rsatish va sabr-toqat, ahdga vafo qilish, shariatga hurmat va uni targ'ib qilish kabi fazilatlar ustunlik qiladi. Agar biror qabila bu fazilatlarga ega bo'lsa, ular boshqalarga yetakchilik qilishga haqli bo'ladi. Bu Allohning ularga ato etgan ne'matidir. Biroq Alloh bir xalqni halok etishni iroda qilsa, ularni yomon amallar bilan shug'ullanuvchi razil ishlarga moyil qilib qo'yadi va yaxshi xulqlardan mahrum etadi. Shunda ular shon shuhratdan mahrum bo'ladi. Saltanati esa ulardan tortib olinadi. Qabilalar ham yaxshi fazilatlar, masalan, olimlar, solih insonlar, sharafli kishilar va musofirlarni hurmat qilishda o'zaro raqobatlashadilar. Bu ular podshohlikka loyiq ekanligining belgisi bo'lib, jamiyat siyosiy jihatdan yetuk ekanini ko'rsatadi. Chunki din peshvolari va olimlarga shariat buyruqlarini bajarish uchun murojaat qilinadi. Savdogarlar esa jamiyat uchun foyda keltiradi. G'ariblarga yordam ko'rsatish axloqiy fazilatlardan hisoblanadi. Odamlarni o'z o'rniga qo'yish, ya'ni ularga o'z haqlarini berish adolatdir. Agar bir qabilada bu fazilatlar kuzatilsa, bu ularning podshohlikka munosib ekanligini bildiradi. Aksincha, Alloh bir qabiladan davlatni olib qo'yishni iroda qilsa, ulardan fazilatli amallarni qilishga bo'lgan tavfiqni olib qo'yadi. Bu holat davlatning tanazzuliga uchrayotganini bildiradi. Alloh bilguvchi va tanlov qilguvchidir. 21-fasl. Agar odamlar vahshiy bo'lishsa, ularga mulki keng berilishi borasida. Bu masala ularning boshqa xalqlarga qarshi kurashish va hukmronlik qilishda yuqori salohiyatga ega ekanligi bilan izohlanadi. Sabab shundaki, ularda boshqalarga yo'q urush mahorati mavjuddir. Go'yo ular yirtqich bo'lsa, boshqalar ularga qaraganda xonaki hayvonlar kabidir. Arablar, kurdlar, turkmanlar va sanhaja qabila kabi xalqlar bunday tizimni o'zlarida mujassam etgan qabilalardir. Sanhaja qabilasi Shimoliy Afrika va Sahyol mintaqasida yashagan tarixiy barbar qabilalaridan biridir. Ular barbar xalqlarining mashhur guruhlaridan bo'lib, 9-10 asrlarda va undan keyin ham Afrika shimolida muhim siyosiy va madaniy rol o'ynagan. Bunday yirtqich hayvon kabi tajovuzkor xalqlar o'zlarini himoya qiladigan vataniga yoki peshvolik qiladigan hududiga ega bo'lmaydilar. Shu sababli ularga hududiy chegaralar ahamiyatli emas. Aksincha, ular uzoq mintaqalarga borib, boshqa xalqlar ustidan hukmronlik o'rnatadilar. Masalan, Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan so'zlarga e'tibor bering. U kishi xalqlarni Iroq tomon harakat qilishga undab shunday degan edilar: Hijoz sizlar uchun doimiy yashash joyi emas, faqat vaqtincha maskan bo'lishi mumkin. Bu yerda odamlar uzoq yashab qolmaydi. Muhojirlarning oldingi avlodlari qayerda? Ular Allohning va'dasini unutdilarmi? Robbingiz sizlarga meros qilib berishni va'da qilgan yerni egallashga safar qiling. Alloh taolo aytadi: Alloh o'z payg'ambarlarini hidoyat va haq din ila garchi mushriklar istamasalar-da barcha dinlardan ustun qilish uchun yuborgan zotdir. Endi esa qadimgi arablarning, xususan Tubba va Himyar xalqlarining holatiga e'tibor qarating. Ular Yamandan g'arbga, ba'zan Iroq va Hindistonga qadar yurishlar qilgan. Bu faqat arab xalqlariga xos bo'lgan, boshqa xalqlar bunday ishlarni qila olmagan. Shuningdek, Mag'ribdan kelgan mulassamiylar ham shunday xususiyatga ega bo'lgan.
Ular Sudan yaqinidagi birinchi mintaqadan chiqib, to Andalus yaqinidagi 4 va 5 mintaqagacha vositasiz egallagan. Bu faqat yovvoyi xalqlarga xos fazilatdir. Shuning uchun ularning davlatlari hududiy jihatdan juda keng, markazi esa chegaralaridan ancha uzoqda bo'lgan.